hozir sizlar ovqat tayyorlashga tayyorsizlar. Albatta. Nima tayyorlamoqchisizlar? Bizi ajoyib bo'lgan ramyongir. Hop, sizlar nima tayyorlayapsizlar shunda? Shakshuka. Eshitganmiz shunaqa ovqat shakshuka Men eshitganmiz? eshitganman. Anna. Yo, shakshuka bor, lekin turk taomi emas. Turk taomi. Подожди. Подожди, iltimos. Nomi boshqacha. O'shani aytayman, men turkcha, shakshuka boshqaniki. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun shakshuka deyapmiz. Agar ikkita jamoa, qizlar hamda bolalar jamoasi sizlar ovqat tayyorlashga tayyor bo'lsanglar, biza kichkina perexod qilishimiz kerak. Opa, ana bo'lmasam o'rtoqlar biza tashnaymiz emas, ishtirokchilar уже tayyor, rostdan ham oshxona vaybini his qilish uchun eng qizig'i men bilmayman bular qanaqa ovqat tayyorlaydi hozir, no harakat qilasizlar. Komol bitta gap aytaymi? Ha. Xalaqit qilib chiqing kadrdan. Yo'q, mayli, davayte. Sizlarga omad, men shunchaki sizlarga поддержка berib turaman. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'lgan narsa bu. Bularni yo'qotish. Bizga faqat skоворodka kerak bo'ldi. Oshxona ayol kishilarning joyi, to'g'rimi? Da. Bo'shatib qo'yinglar, davayte. Voy, ey, bularni qozonidan o'layman. Men bu ahvolni qaranglar, o menga ko'rsatayman buni. Men buni nima ahvol? Mana ayol kishi endi keldi-da, men Nima tozalab bu? Это что такое, bolalar? Ayol kishi yo'q-da ofisda. Buni men uydan olib kelganman. Men bu chiman. Uyimdagi yagona qozonim edi. Kiygan sut. U sut emas u. Nima bu? U aytmayman, no sut emas. Bu yo'q. Bular bunaqa bo'lsa, biz jamiyatdan nima so'raymiz? Jamiyat qozonim tozaligiga bog'liq bo'lmasa kerak. Sizlarni bilmadim, men vesh yig'ish bilan ovoraman. Ya bitta savolda o'zi qorningiz ochdimi sizlarni? Da. Men ataylab kechasi ham ujun qilmadim, ertalab завтракан qilmadim. Знаешь что? Давай одну большую шакшуку сделаем. Da, давай. Да? Itak shunaqa qilamiz. Yema, non o'zingga oldingmi non? Nimaga yemayman? Qaysi birini olding o'zingga? Biz semirish uchun kelganmiz. To'g'risini aytaman, hech men bular yutadi deb o'ylamayapman. Bular do'st bo'lib qoldi-yu, bular jigar bo'lib qoldi-yu, qizlar bolalar. Потому что bitta do'stlik munosabati, bitta o'yin munosabati buzmaydi, to'g'rimi? Bitta do'st bizni tashlaydi. Oy! Oy. Ой, блин, я только поняла. Но вы же не такие, вы же не такие. Я не такой. Sizlar unaqa emaskizlar, to'g'rimi? Assalarim mani, shakarlarim mani. Знаете что? Где вы? Вот. Kamolda gruppani skrini bor. Men kecha hammadan so'rab chiqdim. Iltimos, hamma qora kiyim kiyib kelinglar. Kadrda chiroyli bo'ladi. И вот bugun hamma qora kiyimda keldi. Просто traurda bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Spasibo. Bosh kiyimim ham yo'q edi qora. Bitta jolli ijro eshitmaymizmi Yunkadan? Давай, Bitta keyin. jolli. Mana, Yunka A. Mashatilla, shunaqa gaplar. Lekin o'zga. O'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Da, manda madaniyat. Espomizan. Нет. Espomizan. Kaloriya. Men dardim eshitdik hech bo'lmasa. Sen mani dardim. Bitta eshitdik, Yuneta jolli ijro. Har doim shunaqa mendan so'raysizlar. Я стесняюсь вас. Hozir hamma kuladi yana ustimda. Yo'q, kulmaymiz. Ya уже qo'yilib bo'lgan-ku platformalarga. Men bu kuladi. Вообще-то platformada 15 million YouTube'da. 15 million odam kulganmi? 15 million odamdan uyalmagan 4 ta odamdan uyalasanmi? 20 mingta odam men bilan birgalikda aytgan. Ya, ular aytmagan, u senga net. Men ham xomimda qo'yaman. Alam qilyaptimi? Ya, Alam qilyapti degan? Yunka. Alam qilyapti. Qara. Men shularni eshitaman bunaqa qilib. Yunka deyman, bosib chiqib ketaman. Я же люблю вас. Блин, Такой хорошо. Nimaga Comedy Club'da chiqmadiman bu bola? Qivizda chiqaman, qivizda. Trapka ham yo'q ekanmi sizlarda, a? Trapka bor. Qani? Hozir Jeko nomer nechi edi? Tuxumni yuvdinglarmi? Tuxum yuvdinglarmi? Buni ichini yeymiz. Tuxum yeymiz. Ya, unga solmay qaynashga, u ramyonga-ku. Jinnaroqmisiz? Voy o'li. Kibito qilardi mamada choynaydi. Bitta qozonda Men bunga tuxumdan qilib qo'ysa, jigar pishgan tuxumda qilsa og'irroq bo'ladi, kaloriyasi ko'proq bo'ladi. Yuvdingizmi? Yo'q. Qo'lim yuvganman. Tuxumni ichiga Ya, men o'zim bilaman, o'zimni repertuarimda retseptim bilan tayyorlayman. Rayhonni kayfiyati yo'q bugun nimagadir, bilmayman nimaga. Rayhon nima bo'ldi senga? men qozoningizni yuvib beray. Asalim mani qozonimni yuvyapti. Xo'p, bola qizlar nima gap? Yaxshimisizlar? Biz bozorga keldik. Hozir kineshkadan ana olamiz. Nima? Chimchi olamiz, chimchi. Bu voy boshqacha, qanaqa qaraydi? Anu, tabiiylik bor, samimiylik bor, bilmayman. Bozor voy boshqacha-da. Onamlar
bilan odamlar bozorlik qilishsa mani tashlab ketishardi. Majbursiz o'sha yerda turishgacha kutib, har bitta o'tirgan odam как будто ota-onangizni ko'rmaydi. Ana kelishdi. Soatlab turardim qoplarni o'shab. Yoki men chipchita olmayapman, yoki men yoshligim esdan chiqib ketib qoldi. Чеснок тоже Чуть-чуть добавишь? добавлю, чуть-чуть. Yo'q, Для iltimos, вкуса. qo'shmasangchi. Achchig beradi anaqa. Не надо. Чуть-чуть для вкуса, вот 2 штуки добавлю. Xo'sh, tuxum necha minutda anaqa bo'ladi, qaynaydi? 7 minut 14 sekund. Нет, вы какой хотите? Içi suyu bo'lsin yo içi сухой bo'lsin? Suxoy. Тогда 5 minut. В смысле 5 minut? 5 minut-6 minut içi tвердый bo'ladi, 3 minut içi quyuq bo'ladi. Нет. Ramyonmi? Нет, anaqa tuxum nimani aytyapman? O'zi tuxumni ramyonni ichiga tashlash kerakmi yoki отдельно qaynatib? Yo, отдельно qaynatib qilaman men. tashlash kerak, lekin qaynatib tashlab bo'ladi, lekin qaynatib tashsa sal ichi pishmagan bo'lsa yaxshiroq ta'm beradi. Lekin Dizosh bilan zo'r kelishyapsizlar. Judayam. Mana. Не вижу. Ashalim. Dadosh, men yetadimi yetmaymi? Yo, yetmaydi. Nimaga bu? Ramyon? Shuni hozir bitta jamoa bo'lib ishlayapsizlarmi? Maslahatga Shunga men olib. hayronman, juda. Yo, Xolasanglar. lekin oxirida pul bo'lmaydi. Yo, qara, xolasanglar shuni o'girib yuboramiz hozir vaziyatga. Yo, mayli. Burishib qilamiz. Samandar qani? Hozir Samandar kelsa o'zi burib oladi hammasini. Sizlarni o'zi aynitadi shu bolasizlarni. Ha, bu ham yomon bo'ldi. Yo'q. Aynitadi. Nima bu yomon deysiz, yo deysiz? Men sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Nima uchun kurash